Potpishlar sizlarga Toshkentda kindigidan 50 kvadratli uy topib qo'ydim, shuni obzor qilib beraman sizlarga. Mana birinchi xonamiz ko'hniy bo'ladi, zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Kelganlarida bu yerda ham zali bo'ladi, bu yerda shunday kelib mana bemalol kelib televizorni ko'rib, mebellari ham, jihozlari hamma yo'g'i joyida. Keyin mana stollari mana o'tirish uchun ovqatlangani. Keyin mana sizlarga spalnisini ko'rsataman mana. Spalnilari ham qani, svet sim yon, mana. Ko'ryapsizlar, spalni ham o'ta go'zal, chiroyli. Qishloqda aka 50 ta 100 ta molni baqaba pul yo'q deb yuravermay, aka Toshkentning kindigidan sizlarga uy olib qo'yinglar mana. Mana bu yerda mebellari ham mana, spalni mebellari ham. Keyin mana dushovoy kabinkalarni ko'rsatamiz. Mana bu yerda kirib yurishda o'ng qo'lda nima ham, kir mashinalari ham joylashgan mana. Dushovoy kabinkalari ham o'ta go'zal mana. Ko'ryapsizlar, zo'rlardan qo'yilgan. Bag'i tahorat qilish uchun sharoitlari ham zo'rlardan qo'yilgan. Bu yerda eng glavniysi men lokasiyasini aytaylik. Akay City bor-ku, shuni yonida Aleski bozor bor. O'rtasida joylashgan, narxi $93,000 deyilyapti ekan. Tangachi nomidan jo'li chiqsalar potpishlar jicha kelishtiradigan joyi bor ekan. Kindigidan 50 kvadratli uy topib qo'ydim, shuni obzor qilib beraman sizlarga. Mana birinchi xonamiz ko'hniy bo'ladi, zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Kelganlarida bu yerda ham zali bo'ladi, bu yerda shunday kelib mana bemalol kelib televizorni ko'rib, mebellari ham, jihozlari hamma yo'g'i joyida. Keyin mana stollari mana o'tirish uchun ovqatlangani. Keyin mana sizlarga spalnisini ko'rsataman mana. Spalnilari ham qani, svet sim yon, mana. Ko'ryapsizlar, spalni ham o'ta go'zal, chiroyli. Qishloqda aka 50 ta 100 ta molni baqaba pul yo'q deb yuravermay, aka Toshkentning kindigidan sizlarga uy olib qo'yinglar mana. Mana bu yerda mebellari ham mana, spalni mebellari ham. Keyin mana dushovoy kabinkalarni ko'rsatamiz. Mana bu yerda kirib yurishda o'ng qo'lda nima ham, kir mashinalari ham joylashgan mana. Dushovoy kabinkalari ham o'ta go'zal mana. Ko'ryapsizlar, zo'rlardan qo'yilgan. Bag'i tahorat qilish uchun sharoitlari ham zo'rlardan qo'yilgan. Bu yerda eng glavniysi men lokasiyasini aytaylik. Akay City bor-ku, shuni yonida Aleski bozor bor. O'rtasida joylashgan, narxi $93,000 deyilyapti ekan. Tangachi nomidan jo'li chiqsalar potpishlar jicha kelishtiradigan joyi bor ekan.